Captiva haydaydigan akalarimiz, shu yerdamisizlar, sizlarga sidiyani mana shu rostakasini topganman, shikalatini topib qo'yganman. Mana buni qaranglar. Mana bu jononni qaranglar, mana buni qaranglar. Salonni, turishini, asosini ochganini qaranglar. Birinchi o'rinda buni komfort qaranglar. Mana bu yerga nima funksiyasi borki, hammasini ishlatib berganmiz. Atamagan ko'rasizlar, abduflarigacha, massajlarigacha ishlab turibdi, qaranglar. Massaj effekt beryapti-yu, qaranglar. Mana buni qaranglar. Eng asos menga yoqqan tarafi, liboy mashinada mana bunaqa narsasini biz ishlatib bera olamiz. Knopkani bitta bosasangiz, sidiyani o'zi avtomatik orqaga yuradi, atamaga chiqib keladi. Mana buni bunday yotqizib olib, uzoq joylarga ketsanglar bormi? Maza qilasizlar. Bo'ldi endi akalar, bu yog'iga eski Captiva sidiylarni yig'ishtiramiz. Mana bunaqa komfort sidiyada yurish davri keldi akalar. Captiva deysizlarmi, Trailblazer deysizlarmi, Tracker deysizlarmi va hokazo. O'zbekistonda mana bunaqa Jeep mashina haydaydigan akalarimiz endi bu yog'iga kelaverasizlar. Sizlarga rostakasim premiumdagi komfort sidiyada qo'yish davri keldi. Abduflari bor, massajlari bor, paragraflari bor. Kerak bo'lsa akalar kolonkalargacha ishlatib ulaveramiz. Endi bu yog'iga